Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan doktor Serdor. Bu videoda zo'riqish bosh og'rig'i haqida to'liq gaplashamiz. Klinik ta'rifiga kelsak, bu birlamchi bosh og'riq guruhiga kiradi. Odatda og'riq ikki tomonlama kuzatiladi va siquvchi xarakterga ega. Intensivligi yengildan o'rtachagacha bo'lishi mumkin. Hal qiluvchi asosiy belgi nima? Jismoniy faollik og'riqni kuchaytirmaydi. Bunga alohida e'tibor berishimiz kerak, chunki migrenni diagnostika qilishda asosiy rolni o'ynaydi. Yo'ldosh belgilari: ko'ngil aynish, qusish bo'lmaydi. Bu uchun bu xos emas. Bu asosan migren uchun xos bo'ladi. Fotofobiya va fonofobiya ikkalasidan bittasi uchrashi mumkin yoki uchramasligi mumkin. Migrenda esaringizda bo'lsa, ikkalasi birga uchrashi kerak edi. Endi eskirgan va noto'g'ri atamalar. Biz bemorga psixogen og'riq yoki stress og'rig'i deb aytmasligimiz kerak. Chunki xuddi bemorga senda kasallik yo'q va bu faqat xayolingda degan noto'g'ri tushunchani berishi mumkin. Buni bizga Xalqaro bosh og'rig'i hamjamiyatining 3-nashri bo'yicha taklif qiladi. Ya'ni bu atamalarni ishlatmasligimiz kerak, iloji boricha, ya'ni ishlatmasligimiz kerak. Chunki bu faqat psixogen kasallik emas, bunda neyrobiologik asosga egaligini ham isbotlab beradi International Classification Headache Disorder 3-nashrida. Epidemiologiyasiga keladigan bo'lsak, bu kasallik bilan dunyo aholisining hayot davomida uchrash ehtimoli 30-78% tashkil etadi. Bu degani deyarli barchamiz ya'ni zo'riqish bosh og'rig'i uchrashi mumkin. Bu katta. Keyin bu uchrash chastotasi bo'yicha bir qancha guruhlarga bo'linadi. Ya'ni birinchisi aytadi, siyrak epizodli, bu kamroq, ya'ni oyiga bir marta uchrab turadi. Tez epizod va surunkali turlarga bo'linadi. Surunkali kamroq foizni tashkil qiladi. Odatda 2-3% oshmaydi, lekin bu degani bemorning har kuni yoki kunora boshi og'riydi degani. Buni ham bizga International Classification of Headache Disorder 3-nashri bo'yicha keltirilgan. Tasnifi yuqorida aytdik, asosan 3 va 4 guruhga bo'lamiz. Birinchi siyrak epizodli, bu oyiga bir kundan kam, ya'ni yiliga 12 dan tashkil qilmasi kerak. Bunda davolash talab etilmaydi. Ikkinchisi tez uchraydigan. Bu asosan bir kundan 14 kungacha oyiga uchraydi. Bemorning hayotiga ta'sir qiladi va davolashimiz zarur bu bosqichdan boshlab. Uchinchisi surunkali, ya'ni oyiga 15 kun yoki undan ko'p bo'lishi mumkin. Bu degani bemor har kuni yoki kunora boshi og'riydi, ya'ni ish sifati pasayib ketadi. Ya'ni bundan tashqari, ya'ni medication overdose headache ham chaqirish mumkin, depressiya bilan birga keladi. Yana mumkin bo'lgan, ya'ni tension type headache deydi, ya'ni zo'riqish bosh og'rig'i to'liq mos kelmayapti nimadir. Va shunda ham mumkin bo'lgan zo'riqish bosh og'rig'i tashxisi qo'yishimiz mumkin ekan. Buni ham yuqorida aytgan nashr, ya'ni manba bo'yicha keltiriladi. Tashxislash asosiy: birinchisi chastotasiga e'tibor berishimiz kerak. Oyiga bir kun yoki 1-14 kun yoki 15 kundan ko'p uchrayapti. Keyingisi xuruj yoki og'riq davomiyligini e'tiborga olishimiz kerak. Epizodik turlarda odatda 30 daqiqadan 7 kungacha davom etishi mumkin davolanmagan taqdirda. Surunkali esa bir necha soat davom etadi yoki tinimsiz boshi og'rib turadi. Keyingisi og'riq xarakteri. 4 dan 2 bo'lishi kerak. 2 tomonlama uchraydi. Keyingisi bosuvchi yoki siquvchi tipdagi og'riq, ya'ni pulsatsiyalanmaydi, e'tibor beraylik. Keyingisi yengil yoki o'rtacha tipda, ya'ni og'riq kechmaydi. Odatda jismoniy harakatlar og'riqni kuchaytirmasligi kerak. Shu sanagan 4 dan 2 bo'lishi kerak. Keyin yo'ldosh belgisi ikkalasi ham bo'lishi kerak, ya'ni ko'ngil aynish, qusish yo'q. Keyingisi esa fotofobiya yoki fonofobiya yo'q yoki faqat bittasi bo'lishi mumkin. Ikkalasi bir vaqtda bo'lmasligi kerak. Bu davolash kriteriyasini bizga International Classification of Headache Disorder 3-nashri
bizga taklif qiladi. Keyingisi asosiy biza diagnostika qilishimiz kerak migren bilan. Birinchisi joylashuvi og'riq asosan ikki tomonlama uchrasa, bu ko'pincha bir tomonlama uchraydi 60% hollarda. Xarakteri bu siquvchi, bosuvchi tip bo'lsa, bunga pulsatsiyalovchi xarakter. Intensivligi bunda ko'proq yengil yoki o'rtacha, bu kuchli o'tadi. Harakatda kuchayishga e'tibor berishimiz kerak. Bunda kuchaymaydi, bemor harakat qilganda, bu jismoniy faollikda og'riq kuchayadi. Bunda ko'ngil aynish, qusish yo'q, bunda ko'ngil aynish, qusish bor. Fonofobiya, fotofobiya faqat bittasi bo'lishi mumkin yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Bunda ikkalasi bir vaqtda uchrashi kerak. Agar shunday bemor uchradi, ikkalasiga ham o'xshayapti, aniq bilmayapmiz, zo'riqish, bosh og'rig'i yoki migren, ya'ni avrasiz turini aniq bilmayapmiz. Bunda bizga aytadi, har doim migren foydasiga tashxis qo'yishimiz kerak ekan. Bu qoidani ham yuqorida aytgan International Classification of Headache Disorder 3-nashri bizga tavsiya qiladi. Asosiy mexanizmi nima bunda? Epizodik turlarida asosiy mexanizm periferik mexanizmlar, ya'ni perikranial mushaklar va miofascial zo'riqish natijasida og'riq yuzaga kelar ekan. Natijada mushak ishemiyasi, mahalliy yallig'lanish mediatori ajralishi va og'riq retseptorining qo'zg'alishi. Bu klinik, ya'ni prekranial tenderness, ya'ni mushaklar tarangligi oshishi bilan kelishi ham mumkin yoki unga asosiyalanmagan shaklda ham bo'lishi mumkin epizodik turlarida. Yuqoridagi 2/1, 2/2 bu yuqorida aytgan xalqaro bosh og'riq hamjamiyatining saytidagi berilgan raqamlar bo'yicha keltirilgan. Keyingisi surunkali turda, bunda endi og'riq xarakteri markazga ko'chgan bo'ladi. Ya'ni bunda doimiy periferik og'riq impulsi orqali bosh miyadagi og'riqni qayta ishlovchi neyronni sezuvchanligini oshirib yuboradi va miyada og'riqni bosuvchi tizim kuchsizlanadi. Klinik ko'rinishi bemor endi tashqi stimul bo'lmasa ham og'riq sezaveradi. Bu ham menda International Classification of Headache Disorder 3-nashri va Yevropa Federatsiyasining nevrologiya hamjamiyatining 2010-yildagi qo'llanmasiga asoslangan. Endi O'zbekistonda, ya'ni ayniqsa ko'proq men duch keladigan va ko'proq xato diagnoz qo'yiladigan vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi ko'p uchraydi, bu bemorlarga xato diagnoz qo'yiladi. Birinchisi bu внутренний черепный давление deyiladi. Ya'ni bu bilan bemorlar ko'proq magnit yoki diakard bilan davolanib yuradi. Bu ham qo'pol mantiqsizlik yoki qo'pol xato hisoblanadi. Bu bo'yicha aytadi, ya'ni EBM nima degani? Evidence Based Medicine, ya'ni dalillarga asoslangan tibbiyot. Hech qaysida bosim oshishi haqida ma'lumot berilmaydi, ya'ni mexanizmda. Keyingisi esa hech qaysi diuretiklar ham davolash bo'yicha birorta yo'riqnomada keltirilmagan. Keyingisi sheyniy osteoxondroz bilan adashtirilishi yoki uning o'rniga shu diagnoz qo'yilishi ko'p uchratiladi. Bu bo'yicha keyinroq to'xtalamiz. Keyingi masala, uchinchisi, qon tomirlar qisilishi, vazospazm natijasida og'riq kelib chiqadi degan noto'g'ri tushuncha ham mavjud. Ko'proq eshitgandirsizlar, masalan, miyangizga qon bormaydi, qon tomirlar toraygan deb qandaydir nootroplar yoki vazoaktiv dorilar bilan davolashga harakat qilinadi. To'g'ri, yuqorida aytdik, mexanizmda, ya'ni epizodik turlarida mahalliy ishemiya kuzatiladi deyilgan, lekin birorta ya'ni nootroplar yoki vazoaktiv moddalarning foydasi haqida dalil keltirilmaydi. Ya'ni Amerika Nevrologiya akademiyasi yoki Yevropa Nevrologiya akademiyasi yoki Buyuk Britaniya Nevrologiya institutining bo'yicha hech qanday birorta ham dalil keltirilmaydi, ya'ni nootrop yoki vazoaktiv dorilarni qo'llash bo'yicha. Keyingisi, ortiqcha
diagnoz qo'yishga harakat urinish yoki masalan bosh og'riqda ko'proq biz duch kelishimiz mumkin. Ega qilish yoki Doppler qilingan holatlari. Bu asosan anamnez va nevrologik tekshirish asosida diagnoz qo'yiladigan kasallik hisoblanadi, ya'ni zo'riqish bosh og'rig'i klinik tashxis. Qachon bizlar qilishimiz kerak? Qizil bayroqlar nima degani? Bu bo'lishi mumkin, masalan, isitma bilan birga kelganda yoki nevrologik defitsit, ya'ni o'choqli belgilar bilan birga kelganda yoki to'satdan boshlanish, ya'ni og'riqning to'satdan boshlangan holatlarda bizlar MRT qilishimiz yoki yuqoridagidan qilishimiz mumkin. Lekin boshqa holatlarda bu qilish shart emas, hojat yo'q. Bu shunchaki bemorning pulini zoya ketishdan boshqa narsa emas. 5-inchisi, biz yana ko'proq duch kelishimiz mumkin vitaminlar yoki magniy kompensatsiya qo'yishi. Bu ham hech qanday dalilga asoslanmagan, hech qanday asosga ega emas. Bu nafaqat o'tkir quruvchi yoki profilaktika uchun tavsiya kiritilmagan hech qanday qo'llanmalarda. Keyin yana to'xtalsak, sheyniy osteoxondroz o'zi nima? Osteoxondroz bu klinik tashxis emas, bu rentgenologik topilmadir. Ko'pchilik bunga qarshi chiqishi mumkin. Masalan, MKB bo'yicha M42 diagnozi mavjud. Osteoxondroz. Xo'p, unda bu nima uchun berilgan? Bu osteoxondroz juda katta tushuncha, ya'ni bu spesifik tushuncha emas. Nima uchun bunday deyapman? Chunki birinchidan og'riqni ifodalamaydi. Og'riq uchun spesifik emas. Ikkinchisi, spesifik nevrologik sindromni ham ifodalamaydi. Uchinchisi esa bu diagnoz hech qanday davolash taktikasini belgilamaydi. U faqat ko'pchilik davlatlarda shunchaki statistik amaliyotlarni qo'llaniladi faqat. Ya'ni klinikada ko'proq ishlatilmaydi. Bu o'ta keng qamrovli tushuncha bo'lgani uchun bu ko'proq ishlatilmaydi. Uning o'rniga biz ishlatishimiz mumkin M54 yoki M51 yoki M47 kabi diagnozlarni ishlatishimiz kerak. Hozirda bu diagnoz deyarli yoki umuman ishlatilmasligi kerak, shuni tarafdoriman. Uning o'rniga ishlatishimiz mumkin degenerativ disk kasalligi yoki servial spondilyoz. Agar shunga o'xshash holatga yuzaga kelsak, umuman sheyniy osteoxondrozni bosh og'rig'iga hech qanday aloqasi yo'q. Umuman sheyniy osteoxondroz degan tushuncha ham mavjud emas. Xo'p, o'zi sheyniy osteoxondroz nima? Umuman osteoxondroz bu umurtqa pog'onasi yosh bilan bog'liq bo'lgan tabiiy qarish jarayonidir. Xuddi soch oqarishi, yuz gajin tushishi kabi tabiiy jarayondir bu ham. Fakt, nimaga bunday deyapman? Chunki bizga buni Nakashima, ya'ni Yaponiya olimi o'zining maqolasida, ya'ni 1211 kishi, ya'ni asimptomatik, ya'ni hech qanday boshda og'rig'i yo'q bemor emas odamlarni MRT qilganda shunga guvoh bo'ldi. 20-30 yoshli insonlarning 73-78% protuziya kuzatilgan. 80 yoshdan oshganlarda esa 90-95% ga yetgan. Bunday nimalar ko'p. Ya'ni xulosa, agar sog'lom odamlarning 80% da protruziya yoki osteoxondroz belgilari kuzatilar ekan, bu bosh og'rig'i bilan hech qanday assotsiatsiya bo'lmaydi. Bu hech qanday bosh og'rig'i bilan bog'liq emas. Bunday tadqiqotlar ko'p. PubMed yoki o'zlaringiz ham qidirib ko'rishingiz mumkin. Yana shunday maqolalar ko'zingizga tushadi. Agar qidirsanglar, osteoxondroz va odamlarning ish faoliyati bir-biriga bog'liq emas. Ya'ni faqat osteoxondroz yoshga bog'liqligini keltirib o'tilgan. Xo'p, nega biz ya'ni sheyniy osteoxondroz bilan zo'riqish bosh og'rig'ini adashtiramiz? Asosiy sabab nima?
Biz bemorni palpatsiya qilgan paytimiz, masalan, yelkasi yoki bo'yni palpatsiya qilganimizda perikranial mushaklarning qattiqligi yoki taranglashganini ko'rgan bo'lamiz. Va uni MRT qilgan taqdirimizda osteoxondroz belgilari chiqadi. Mantiqan o'ylab qarasak, ikkalasi bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak edi. Va og'riq ko'pincha bo'yin sohadan boshlanib boshqa tarqalgani uchun ham noto'g'ri tushuncha yoki noto'g'ri xulosaga kelishimizga sabab bo'ladi. Ya'ni hamma ayb bo'yin qon tomirlar qisilyapti va noto'g'ri xulosaga kelamiz. Yuqorida aytdik, asosiy sabab osteoxondroz emas yoki osteoxondroz bosh og'rig'iga sabab bo'lmaydi. Davolash taktikasiga kelsak, davolash taktikasini biz nimaga tayanamiz? Asosiy manba sifatida Yevropa Federatsiya Nevrologiya hamjamiyatining 2010-yildagi qo'llanmasiga asoslanamiz. Hozir bu 2014-yildan boshlab Yevropa Nevrologiya akademiyasi deb yuritiladi. Bu undan oldingi nomi. Undan keyingi nimasi bor? Masalan, 25 ta chiqqan deb eshitgan edim. Ochiq manbalardan topa olmadim uning qo'llanmasini. Bizga nimalarni taklif qiladi? Xuruj payti yoki og'riq payti bizlar qo'llashimiz kerak ekan nosteroidlarni. Ibuprofen, ketoprofen, aspirin, naproxen, diklofenak, paracetamol va kofein kombinatsiyasi. Kofeinni boshqa nosteroidlar bilan kombinatsion dorilar. Bizga asosan ko'proq ta'kidlanadi yoki ko'proq maslahat beradi ibuprofenning 400 mg-ligi. Chunki bu nimasi kamroq, oshqozonga salbiy ta'siri kamroq hisoblanadi qolganlarga nisbatan. Paracetamol, yana shuni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Paracetamolni 500 mg-ligi platsebodan hech qanday deyarli farq qilmas ekan. Shuning uchun paracetamol beradigan bo'lsak 100 mg berishimiz kerak. Yoki boshqa nosteroidlarni tanlashingiz mumkin shu keltirilgan dozada. Buni bizga yuqorida aytgan Yevropa Federatsiya Nevrologiya hamjamiyatining 2010-yildagi qo'llanmasi tavsiya qiladi. Endi profilaktikaga kelsak, profilaktika kimlarda o'tkazishimiz kerak? Birinchi, og'riq oyiga 15 kundan ortiq bo'lsa, ya'ni surunkali bo'lsa. Keyingisi tez epizodik. Og'riq oyiga 15 kundan kam bo'lsa-da, lekin tez haftasiga 2-3 marta qaytalansa ham profilaktika qilishimiz mumkin. Uchinchisi, hayot sifati buzilgan. Og'riq bemorlarning ish qobiliyati, ijtimoiy hayoti va ruhiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatsa ham profilaktika qilishni tavsiya qiladi. To'rtinchisi, o'tkir dorilar bilan bog'liq muammolar. Bo'lishi mumkin, yordam bermasligi mumkin yoki hech mumkin bo'lmagan holatlar mavjud bo'lishi mumkin. Yoki medication overuse headache, ya'ni ortiqcha qo'llashimiz natijasida yuzaga keladigan bosh og'rig'i kelib chiqish ehtimoli yuqori bo'lsa ham biz profilaktika olishimiz mumkin. Buni ham bizga Yevropa qo'llanmasi taklif qiladi. Profilaktikada asosiy dori nima? Asosiy dori sifatida bizga keltiradi. Amitriptilinni keltiradi. Bu birinchi qator oltin standart hisoblanadi. Zo'riqish bosh og'rig'i profilaktika uchun. Terapevtik dozasi qancha? 30 dan 75 mg gacha sutka, asosan kechqurun berilishi kerak. Tavsiya 10 mg dan boshlash kerak, haftasiga 10 mg dan oshirib borishni tavsiya qiladi. Ikkinchi ta'min sifatida mirtazapin dedik, ya'ni venlafaxin. Va uchinchisi ham o'ylab ko'rishingiz mumkin. Birinchi, ikkinchisiga qarshi ko'rsatma bo'lgan taqdirda. Buni ham Yevropa Federatsiya Nevrologiya hamjamiyati bizga taklif qiladi. Nimalarni qilmasligimiz kerak? Ya'ni qat'iyan bizga taqiqlaydi. Fluoxetin, ya'ni bu antidepressantlarni qo'llashimiz mumkin emas ekan. Ya'ni samarasiz deb bizga aytadi. Keyingisi botulinum toksin. Bu ham hech qanday foyda bermas ekan.
va triptanlar va opoid, ya'ni opoidlarni qo'llash ham bizga tavsiya etilmaydi. Endi qanday qo'llaymiz? Amitriptilining ta'siri 2-4 haftadan keyin sezilar ekan. Davolash kursi qanday? Davolash kursi 10-15 kun bir oy emas. 6 oydan 1 yilgacha ichishi kerak. Chunki markaziy sensibilizatsiya tez ketmaydigan jarayon hisoblanadi. Agar davolashni qachon to'xtatamiz? Dorilarni birdan to'xtatish mumkin emas. Buni bilsak kerak hammamiz. Keyin dozani asta-sekin kamaytirib to'xtatishimiz kerak. Masalan, 6 oydan keyin to'xtatishga harakat qilamiz. Sekin-asta haftasiga 10 mg dan yoki kamaytirib bordik. Keyin xuruj yana kuchaysa, yana 6 oy davom ettiramiz. Undan keyin yana to'xtatishga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni har 6-12 oyda bir marta urinib ko'rishimiz kerak to'xtatishga. Davolash uzoq jarayon hisoblanadi. Ya'ni yana aytadi bizga, dori to'xtatilgandan keyin og'riqlar yana qaytsa, davolashni yana davom ettirishimiz kerak. Bu ham yuqorida aytgan Yevropa Federatsiya Nevrologiya hamjamiyatining 2010-yildagi qo'llanmasiga asosan. Faqat farmakoterapiya bilan to'liq natijaga erishmasligimiz mumkin. Ya'ni bu yerda NICE tavsiyasi, NICE nima bu? Buyuk Britaniya universiteti hisoblanadi. U aytadi bizga bemor kamida 8 hafta kundalik yurishi kerak. Maqsad nima? Maqsad triggerni aniqlashimiz kerak. Va shuni olib tashlasak, og'riq ancha kamayadi. Keyingisi stress bilan kurashish. Stressdan qochish iloji bo'lmasa ham unga bo'lgan reaksiyani o'zgartirishimiz mumkin. Bu bilan biz ishlashimiz mumkin. Psixolog yoki tibbiy psixolog bilan birga ishlashimiz mumkin. Keyin muntazamlik qoidasi nima? Uyqu. Bir xil vaqtda uxlash kerak va bir xil vaqtda turishi kerak. Bundan tashqari ovqatlanishda ham shu tartib. O'z vaqtida muntazam ovqatlanishi kerak. Keyingisi gidratatsiya. Bu ham muhim omillardan biri hisoblanadi. To'rtinchisi kofein nazorati. Kofeinni kuniga 200 mg gacha, ya'ni taxminan 2 finjon kofegacha tushirishimiz kerak. Agar ko'p iste'mol qiladigan bo'lsa, uni tezda tushirishni tavsiya qilmaydi. Sekin-asta 2 finjongacha tushirishimiz kerak. Keyin kompyuter qarshisida uzoq vaqt bir xil holatda o'tirmaslik, ya'ni har 30 daqiqada bo'yin yelka mushaklari uchun mashqlar qilib turishimiz kerak ekan. Farmakologik terapiya. Bular asosan surunkali turib o'tgandan keyingi xususiyatlar, ya'ni davolashimiz kerak. Elektromiografik biofeedback deydi. Bu nima terapiya? Bu isboti shundayki, xuddi amitriptilin kabi ikkalasi bir xil ishonchlilik darajasiga ega. Bu qanday qilinadi? Birinchisi, bemor perikranial, ya'ni qaysidir mushagi, tarangligi oshgan mushagini ko'rsatiladi va ya'ni kompyuter orqali unga ko'rsatiladi. Keyin uni bo'shashtirishni o'rgatish kerak ekan. Ya'ni yozilishi bo'yicha shunday. To'g'risini qanday qilishni o'zim ham bilmayman. Keyin kognitiv behavior terapiya. Isbotlilik darajasi bu ham yuqoriroq hisoblanadi. Ya'ni bunda bemorga og'riq bilan qanday munosabatda bo'lishligini o'rgatilar ekan. Ko'proq bunda tibbiy psixolog va psixiatrlar shug'ullanadi. Keyingisi relaksatsiya mashqlari. Nafas mashqlari bo'lishi mumkin yoki boshqa mashqlarni ham qilishni bizga tavsiya qiladi. Yana qilishi mumkin, ya'ni foyda qilishi mumkin deb bizga aytadi inoterapiya. Inoterapiya ham foyda qilish ehtimoli mavjud ekan. Ya'ni seansdan kam bo'lmagan holatda. Shu bilan videomiz tugadi. Barchaga e'tibor uchun rahmat. Ishlatilgan yoki foydalanilgan manbalarni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin.